Boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi mavzuyimiz ikki o'lchamli massivlar yoki ichma-ich for, nesting for deb nomlanadi. Ya'ni bugun qiladigan ishimiz nima? Qisqasi, biz bugun siz bilan mamlaqa kub shaklidagi to'rga to'r joylashgan ledlarga, ya'ni kichkinagina ekran desa ham bo'ladi buni. Mana shu ledlarni boshqarishni o'rganamiz. Bu ledlar qanaqa ulangan? Bular oddiy led, hammasi bir-biriga shunaqa ulanganki, ustun shaklida hammasining minuslari bitta simga ulangan. Mana birinchi ustun, mana bu ikkinchi ustun, mana bu 4 ta led ulangan. Mana bu 3-ustun 4 ta led ulangan bitta simga. Mana bu 4-ustunni ham simlari bitta simga ulangan. Endi xuddi shu ledlarning bunaqasiga, ya'ni qatorlar bo'yicha piluslari umuman boshqa tomonga ulangan. Ya'ni 1, 2, 3, 4 ta bir qatorda joylashgan ledlarning piluslari bir-biriga ulangan bitta simga. Ikkinchi qator ham xuddi shunaqa. Birinchi qator 9-pinga, ikkinchi qator 8-pinga, uchinchi qator 7ga, 4-qatorimiz 6ga ulangan. Ulanishi tushunarlimi? Mana shu ulanishni eslab qolamiz va biz dastur yozganimizda ledlarimizning minus oyog'i ulangan sim boru, mana birinchi qator, birinchi ustun, ikkinchi ustun, uchinchi ustunlarga mana shu 4 ta simimizga biz minus zaryadni yetkazib beramiz. Qanday yetkazib beramiz desa, dastur yordamida. Biz o'sha oldin o'rgangan digital write buyrug'imiz bor. Digital write buyrug'imizga hide yozadigan bo'lsak, ya'ni yoqilsin degan buyruq beradigan bo'lsak, bu pinga istalgan pin, bumi boshqasimi hide bu plus zaryad jo'nat degani. Low degani bu minus zaryad jo'nat degani. Tushunarlimi? Xuddi shunday qilib bu ledlarni boshqarishimiz mumkin. Ana endi dasturga kelamiz. Biz ulanishini ko'rib oldik. Demak, 13 dan boshlab 13, 12, 11, 10 ga minus simlar, 9, 8, 7, 6-simlarga, pinlarga demak plus simlar ulangan ekan. Dastur yozganda biz hammasini bir xil output deb tanishtirib ketamiz. Buni for yordamida qilsak ham bo'ladi, oddiy qilsak ham bo'ladi. Pin mod. Kelinglar birinchi oddiy tushuntirib beraman. 13 output, to'g'rimi? 13 output xuddi shundan 8 tami bizada 4 taga 4 ta, 8 ta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demak, pinlarni nomlab chiqamiz. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Haqiqatda shunaqa 6 gacha kelgan, to'g'rimi? Demak, birinchi 4 tasi bu minus simlar, keyingi 4 tasi bu plus simlar. Xo'p, endi keling. Mana shu ledni men yoqmoqchi bo'lsam, bu ledning minus oyog'i ulangan qatorga men minus zaryad jo'natishim kerak. U minus zaryad bizda low ko'rinishida jo'natiladi. Mana bu qatorga ulangan plus simni esa biz plus zaryad jo'natib yoqishimiz kerak. Unda bizdagi buyruq hide yordamida jo'natiladi. Yoki 1-0. Keling shu o'sha ledni o'zini yoqib ko'ramiz. Birinchi buyrug'imiz digital write. Nechinchi pinida? 13 mi? 13-pinga nima deb buyruq berishimiz kerak? Low deb buyruq berishimiz kerak. Mana shu buyruq bizning ledimizni o'sha minus ustuni bor, mana. Birinchi ustunni hamma ledlarga, bunga ham 4 ta ledga minus zaryad yetkazib berar ekan. Tushunarlimi? Mana bu bo'lsa, bu va bunga plus zaryad jo'natib beradi. Bizda faqat mana shu led yonadi. Nega desa, chunki qolganlarga plus kelmagan bu tomondan qolganlarga esa minus kelmagan. Shuni ko'ramiz. Yana bitta buyruq digital write. Nechinchi pin? Yo'q, 9-pin bu. Mana. Birinchi qatorda plus kelish kerak mana shu ledga. Bu mana bu qatorga ulangan, a? Demak, biz 9-pinga nima jo'natishimiz kerak? Hide jo'natishimiz kerak.
Mana. Endi shu dasturni copy qilib bu yoqqa dasturga keltirib qo'yaman. Ctrl V. Mana. Xuddi o'sha dasturimiz ishlatamiz. Mana shu ledimiz yonish kerak. Xo'p. Mana bu 4 ta ledimiz ham yonib qoldi. Nega desa, bu yerda oldinga yozilgan dastur bo'yicha menimcha hamma qatorlarga plus ketib qolgan. Biz qolgan pinlarni o'chirishimiz kerak. 8, 7, 6 lari o'chirsak, hozir qolgani ham o'chadi. Demak, faqat 9 ga hide qo'yib turib, yaqinlashtirib olaylik. Faqat 9 ga hide qo'yib turib, to'xtatdik simulyatsiyani. 8, 7, 6 larga nima qo'yishim kerak? Low qilib chiqsam, qolgan qatorlar o'chadi shunda. 8, 7, 6. Bularni nima qilib chiqaman? Low qilib chiqaman. Low qilganimda shunda o'sha qatorlar o'char ekan. Faqat bitta qator, bitta ledni o'zi qoladi bizda. Bunga hammasiga demak minus ham kelyapti ekanda bularga. Mana 12, 11, 10 larga minus kelyapti. O'sha minus kelmasligi uchunchi biz adashdik. Mana bu yerda o'zi plus ketmayapti, shundoq ham 12, 11, 10 ga demak plus jo'natamiz, ya'ni hide qilib chiqamiz. Hide. Birinchisiga ham nima? Hide. E'tibor bering, men bu yerdan ajratib qo'yaman. Bu demak, qaysi oyoqlar? Pastda 9 dan keyingisi plus. Plus oyoqchalar. Plus oyoqchalar deb yozib qo'yaman. Bular esa minus oyoqchalar. Mana. Minus oyoqchalardan bittasini low qilib, qolganini hide qildim. Plus oyoqchalardan bittasini hide qilib, qolganini low qildim. Shuni hisobiga bizda bitta dona led yonishi kerak hozir. Unday bo'lmadi. Nega? Xo'p, yana nima kamchilik ko'ramiz? Bu ledlarimizga hide jo'natdik-ku biz. Nega yonib qolyapti? Bu yoqdan hide, u yoqdan low ketgani uchun naborot keldi bizga. Naborot kelganda ham yonyapti. Keling, hammasini low qilaylik. Low qilamiz. Qani, nima bo'lar ekan? 4 tasi ham yonyapti. Bularni o'chirib bo'larmikin o'zi degan savol bor. Hide. Shoshmaychi. Hide qilganimda ham yondi-yu. Hammasi. Hide. Pluslarni hammasini plus, minuslarni hammasini minus qildim. Shunda hamma ledlar yonishi kerak. Hammasi yonishi kerak. 16 tami shu yerda? Hammasi yonishi kerak. Mana yondimi? Yondi. Ana endi o'chiramiz. Mana buni birinchi qatorini o'chiramiz. Tak. Shunda aytamizki 13-chi. Tushundim. Men bilan pinni o'zgartiramiz-ku. 13, 12, 11, 10 qilishimiz kerak-ku. To'g'rimi? Mana. Endi qarang, 13 ni o'chirmoqchi bo'lsak, 13 ni o'ziga nima qo'yamiz? Yo'q. Mana, birinchi qator o'chdi mana. Ko'rding? Endi keyingi ustun ekan bu, qator emas, uzr. Ustun. Birinchi ustunni o'chirdik. Ikkinchi ustun emas, ikkinchi ustun yonib tursin-da, keyingi ustunni o'chiramiz. Mana, bitta tashab, bitta yonishi kerak. Mana, birinchisi yonmaydi, ikkinchisi yonadi, uchinchisi yonmaydi, to'rtinchisi yonadi. To'g'rimi? Mana. Xo'p. Tushunarlimi? Ya'ni nimaga yonyapti, nimaga o'chyapti? Qachonki biz minus simi ulangan oyoqqa
minus zaryadni jo'natsak va plus simi ulangan oyoqqa plus zaryadni jo'natsak, led yonadi. Ikkalasiga ham plus yoki ikkalasiga ham minus jo'natsak, led o'chadi. Qaysi ledni yoqmoqchi bo'lsak, o'sha ulangan simga bunday qarab turib, pinlarini eslab qolib, o'sha pinlarga high yoki low deb buyruq berishimiz kerak. Tushunarlimi? Mana juda ham oddiy. Endi keling buni xuddi animatsiya shaklida bo'lishi uchun for yordamida yozamiz. Misol uchun nima qilamiz? Keling, mana bu tomondan mana pluslar ulangan qatorlar navbatma-navbat tepadagi qator birinchi, keyin ikkinchi qator, keyin uchinchi qator, keyin to'rtinchi qator yonsin, yana boshidan boshlasin. Bunday bo'lishi uchun biz qanaqa dastur yozamiz? Qarang. Buning uchun biz birinchi o'rinda minuslari to'liq yoqib olamiz. Minuslari yoqib olish uchun boyagi kodga qaytaylik. Minuslarni yoqib olish uchun mana bilan hammasini low qilib chiqamiz. Mana. Minus oyoqlarning hammasiga minus zaryad jo'natildi. 13, 12, 11, 10 ga, to'g'rimi? Mana 13, 12, 11, 10 pinlarga nima qildik? Minus zaryad jo'natib qo'ydik. Biz faqat pluslarni harakatga keltirmoqchimiz, to'g'rimi? Pluslarni harakatga keltirish uchun men bu kodni hozircha o'chirib turib, for nechta qator bor bizda? 4 ta qatorimiz bor. Demak, int i teng 0, i kichik bo'lsa 4 dan nima qilsin? Bittaga oshib borsin har safar va bizning forimiz necha marta takrorlanadi shunda? 4 marta takrorlanar ekan. Endi bu yerga biz digital write xo'p qaysi ledni yoqishimiz kerak? 9, 8, 7, 6, to'g'rimi? Keling, shunga moslab mana o'zgaruvchining pinini ham 9, 8 qilamiz. 9 dan boshlasin. Agar u katta bo'lsa, hali ham 5 dan, ya'ni 5 gacha boradi, shunda 4 marta takrorlaydi. Kamayib borsin deymizda. I ni yoqasan. To'g'rimi? Delay qancha? 100 yetar, va xuddi shu buyruq. Ya'ni qara, misol uchun 9 dan boshlayapti. 9-pinni yoqdi, 0,1 sekund kutdi. 9-pinni endi nima qiladi? O'chirib ketadi. Bo'ldi. Har safar mana shu for aylanganda 9, 8, 7, 6 pinlari yoqib bo'lgandan keyin bo'ldi, to'xtaydi. Keyin yana loop boshidan boshlaydi, yana takror mana shu ketma-ketlikda ish bajarar ekan. Bo'ldi. Faqat ko'ramiz endi ishlashini. Ledlari ko'rinadigan joyga o'tkazib, mana birinchi qator, ikkinchi qator ketish kerak. O ishlayapti. Keling, biroz sekinlashtiramiz biz ko'rishimiz uchun. 300 qilaman. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Tushundingizlar? Endi bunday qilamiz, bolajonlar. Biz hozir endi tepadan pastga yurayotganini ko'rdik. To'g'rimi? Yo'q, pastdan tepaga emas. Endi biz yonlamasiga yurgizamiz. Yonlamasiga yurgizish uchun nima qilish kerak desa, biz mana bu forda pluslarni prosta yoqib qo'yamiz, bo'ldi mana. O'chirish yo'q, o'chirishni olib tashladim. Bu forning vazifasi 9, 8, 7, 6-pinlarni nima qilish? Yoqish, tamom. Bu degani hamma plus simlarga plus zaryad to'xtamasdan beriladi, bo'ldi. Plus tomonimiz hal. Endi tepaga lowlarni o'rniga boshqa for yozamiz. For nechinchi pindan? 13 dan boshlab 13, 12, 11, 10. 10 gacha borish kerak, to'g'rimi? Aytamiz. Int j teng 13 ga. To'g'rimi? Qachonki j katta ekan 9 dan 10 ham kiradi shunda. To'g'rimi? J ni nima qil? Bittadan kamaytirib bor. Ya'ni orqaga qarab sanaymiz. 13, 12 deb. Va buning ichiga yozamizki
digital right j height. To'g'rimi? Delay 300 va digital right j low deymiz. Endi biz minus minusga jo'natishimiz kerak yoqish uchun, to'g'rimi? Low jo'natsak yonadi. High jo'natsak o'chadi. Shuning uchun low jo'natib yoqamiz, 0.3 sekund kutamiz va high qilib yana o'chirib davom etaveramiz. Endi bizni mana bu ledlarimizdan hosil qilingan sun'iy, ya'ni qo'lbola ekran yonlamachasiga animatsiya hosil qilishga, boya tepadan pastga tushgan bo'lsa, endi chapdan o'ngga qarab harakat qilish kerak. 1 2 3. Hoppa, mana ishladi. Zo'rmi? Xo'p, endi qarang, ikkalasini ham birga ishlatsak-chi. Birga qanaqa ishlatamiz desa, endi biz bunday qilamiz. Ichma-ich for yordamida ledlarni 1 2 3 4 5 6 7 8 mana. Ko'ryapsizlar qanaqaligini? 9 10 11 12 13 14 15 16 qilib navbatma-navbat tepadan boshlab birin-ketin yonib keladigan qilib dastur yozishimiz kerak. Uning uchun nima ish qilinadi? Uning uchun o'tgan darsda o'tgan o'sha ichma-ich for, nesting for dan foydalanamiz. Otasi va bolasi deb o'rgatgandimi? To'g'rimi? Biz mana bunday qilamiz. Keling, boshidan yozib ko'rsataman. Ya'ni mana bu kodlarni o'chirib turib, siz chalg'itmaslik uchun birinchi qiladigan ishim, men qatorlar bo'yicha harakatni katta ota forni yaratib olaman. Ota forimizni vazifasi, deylik, maktab binosi deb tasavvur qiling. Mana shu nimani? 4 ta etajdan iborat. Mana birinchi etaj, ko'rdingizmi? Mana bu ikkinchi etaj, mana bu uchinchi etaj, mana bu esa 4-chi etaj. Siz birinchi etajga kelib, mana 4 ta xona bor. Har bitta etajda 4 tadan xona bor. Siz avval nima qilasiz? Birinchi etajga chiqasiz. Birinchi etajga chiqqaningizda 4 ta xonani aylanib chiqasiz. Birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, 4-chi xona. 4 ta xonani aylanib chiqqandan keyin ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ikkinchi etajimizda yana 4 ta xona bor. Ikkinchi etajda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi xonalar aylanib chiqasiz. Keyin 3-chi etajga ko'tarilasiz. Xuddi shu tarzda davom etasiz. Shu yerda bizga etajlarni belgilab beradi ota for. Otasi tashqaridagi eng katta for. Uning ichidagi bolasi xonalarni belgilab beradi. Tushunarlimi? 4 ta etaj, 4 ta xona. Shuni dasturni hozir birga yaratamiz. Nima bo'ldi bu yerda? Menga ko'rinmay qoldi mana bu. Bitta refresh berib yuboray. Mana bumi? Qanday bo'ladi endi bu? Chiqmayapti. Boshqadan tinkaga Mana shu uni ochib olamiz. Boshidan mana kodga o'tamiz va keling ota for yarataman. Ota for vazifasi etajlarni aylanib chiqish. Bitta etajda 4 ta xona bor, 4 ta led bor va bizda xuddi shunaqa etajdan 4 ta bor. Buning uchun men aytamanki, plyus simlar bizga etajlarni belgilab beryapti, minus simlar bizga xonalarni belgilab beryapti. Nima qilamiz? Biz aytamiz for qaysi pinlarida? 9, 8, 7, 6, to'g'rimi? For int i teng 9 ga, ya'ni 9-pindan boshlaysan. Agar i ning qiymati katta bo'lsa 5 dan davom etaverasan va har safar i ning qiymatini nima qilish kerak? Bittaga kamaytirish kerak. E'tibor bering. Shu yerda biz digital
right bilan har bitta etajni nima qilishimiz kerak? Yoqishimiz kerak. To'g'rimi? I ning qiymati hozir 9 ga teng, to'g'rimi? Biz 9-etajni nima qilamiz? Yoqamiz. Kutamiz. Yo'q, kutishdan oldin hozir orasiga boshqa narsa yozaman. Birinchi etajni yoqdik, to'g'rimi? Birinchi etajda 4 ta xonani aylanib chiqqanimizdan keyin orasiga bitta qator tashlab ketaman. Polni aylanib chiqamiz hozir kichkina for bilan. Aylanib chiqqanimizdan keyin digital right. Keyingi xonaga o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Keyingi xonaga o'tishdan oldin birinchi etajdan chiqib ketamizmi? To'g'rimi? Shu birinchi etajdan chiqib ketish sifatida biz i'ni o'chirib ketamiz. Tushunarlimi? Ha? Avval yoqdik, keyin o'chirdik. Plusda. Bu tushunarli? Shuni orasiga biz hozir mana bu haqida gaplashyapmiz. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, to'rtinchi qator haqida gaplashdik hozir. Ya'ni yoqadi, keyin o'chiradi. Tushunarli? Keyingisi xuddi shu ishni har bitta etajning ichida takrorlaymiz. Ya'ni bolasi yordamida int j teng 13 ga, to'g'rimi? J katta bo'lsa 9 dan, chunki 10 gacha borish kerak. J ni nima qil? Minus bittaga kamaytir. Va biz aytamizki, mana shu for digital right j low qilish kerak birinchi. Minus chunki, to'g'rimi? Low. Xo'p. Delay 300 va yana digital right j high. Ya'ni asl holiga qaytarib o'tib ketadi. Nima bo'ldi? Bizda ikkita ichma-ich for hosil bo'ldi. Mana bu for katta forning ichida joylashgan, to'g'rimi? Bu degani katta for 4 marta takrorlansa, har safar katta for takrorlanganda kichkina for har safar 4 martadan takrorlaydi. Tushunyapsizlar? Ya'ni har bitta etajga chiqqanda birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, to'rtinchi xona deb chiqadi. Har bitta etajda. Xuddi shunaqa. Mana, ishlashini ko'ramizmi? Ishlatib ko'ramiz. Ketdik. E'tibor bering, birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etaj, to'rtinchi etaj. Birinchi etaj, ikkinchi etaj. Keling, natijani aniq ko'rish uchun vaqtini biroz sekinlashtiramiz. Ya'ni 1 sekunddan qilamiz. E'tibor bering. Birinchi qavatda harakatlanayotganda katta forning birinchi marta aylanayotgani bo'ladi. Kichkina for esa o'sha bitta etajning o'zida 4 ta xonani aylanib chiqishga ulguradi. Tushunarli? Mana. Ketdik. 1 sekunddan ketdi. Ikkinchi etaj, uchinchi xona, to'rtinchi xona. Uchinchi etaj birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xona. To'rtinchi etaj birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xona. Yana birinchi etaj birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, to'rtinchi xona. Ikkinchi etaj birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, to'rtinchi xona. Uchinchi etaj 1, 2, 3, 4. To'rtinchi etaj 1, 2, 3, 4. Xuddi mana shu tartibda ishlayapti. Dasturimiz to'ppa-to'g'ri ishlayapti. Demak, mana shu yerda men mavzuni tugataman. Siz o'zingiz xuddi shunaqa qilib ulab, xuddi shunaqa dastur yozib, videoni kerak bo'lsa orqaga qaytarib, to'xtatib, bajarib ko'ring.